Dars qilib o'tirgan vaqtim birdaniga xayolimga bir narsa kelib qoldi. Shartta o'rnimdan turdimda bonka yopadigan qopqoq va pichoq olib keldim. Qopqoqni yaxshilab bonkaga qotirib olganimdan so'ng qopqog'ini pichoq bilan teshib oldim. Teshib olganimdan so'ng bankani qanday qilib bezatishni o'ylab o'tirdim va shu vaqtda bitta qo'shiq esimga tushib qoldi. Eshitishinglar mumkin. Menga qara. Qocholmaysan baribir, o'zimniki qilib olaman. Qo'shiq aytib bo'lgach yana yasashni davom ettirdim. Aytishinglar mumkin, undan ko'ra pul soladigan sotib olsang bo'lmaydimi deb. Menda pul soladigan quyoncham bor, lekin unga ayamlarning o'zlari pullarini solib qo'ygan ekan. O'shaning uchun o'zim yasashga qaror qildim. Menga qo'lda yasalgan narsalar juda ham yoqadi va ko'rib turganingizdek yasab bo'ldim. O'zimdagi ortiqcha pullarni ham solib qo'ydim. Menga bobojonimdan esdalik bo'lib qolgan pullarni ham hidlab solib qo'ydim. Ko'rib turganingizdek bu pullar juda ham eski pul. 1961-yilda chiqqan. Agar video yoqgan bo'lsa, like bosishni unutmang.